Bugun Onurga yangi narvonlar kelgan. Sizlarga hozir shu narvonni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Bu narvonlar Eron narvoni hisoblanadi. 4 xil narvonlar bor hozir paytda. Birinchi navbatda 4 ta stupenskali, 5 ta, 6 ta, 7 ta stupenkali. Bularni hozir paytda sizlarga bo'yi oddiy misol uchun metrda o'lchagan holatdagi bo'yini aytaman. Mana shu narvon 4 taligi 1.40 chiqadi. 5 taligi 1.70 chiqadi. 1.90 chiqadi. Uchinchisi. 4-tinchisi 2.10 chiqadi. Hozir o'rta bo'yli odam chiqadi. O'rta bo'yli odam chiqqanda qanaqa ish bajarishini hozir ko'rsatib beramiz. Birinchisiga misol uchun 4 tali stupenchikimiz. Mana ushlaysiz. O'rtacha mana. Qo'llarini tepaga ko'tarmayaptilar. O'rtacha bo'lganda razmer bemalol 2.5 260 bo'lgan ishni bajarib beradi. Keyingisi 280 bo'yli balandligi ishni qilib beradi bunisi. Bundan keyingisi o'lchaganimizda 3 metrdagi balandligi ishni qilib beradi bemalol. Ujab balandlashib ketdingiz. Даже metr ham yetmay qoldi, 3.5 metrgacha bo'lgan balandlikni bemalol qilib berar ekan bunisi. Kimga kerak bo'lsa, Onurga aloqaga chiqaringlar, o'tda yonmas, sizda cho'kmas narvonlarimiz bizada.